Bugungi mavzu ksantiolazma. Ksantiolazma gistologik tarkibi ksantoma bo'lib, bu xavfsiz, sekin o'sadigan hosila. Moddalar almashuv natijasida yuzaga keladi. Bu holatda qonda lipid, lipoprotein, triglitserid va xolesterin miqdorlari qonda oshib ketadi. Buni boshqacha qilib aytganda, bu organizmdagi qon miqdori, qon tarkibida o'zgarishlar yuzaga kelish natijasida paydo bo'ladigan birinchi signal sifatida qarasak ham bo'ladi. Agar bu signalga e'tibor berilmasa, vaqti kelib yurak qon tomirlarida xavfli o'zgarishlar, xavfli kasalliklarni keltirib chiqaradi. Bu asosan ayollarda uchraydi. Teri yuzalarida asosan tepa va pastki qovoqlarda, asosan kamdan kam hollarda terini boshqa sohalarda, boshqa zonalarda paydo bo'ladi. Bunaqa bemorlar asosan borib birinchi oftalmologga murojaat qilishadi. Oftalmologdan keyin dermatologdan xirurgическое lечение kerak bo'lsa, plastik xirurgiyaga murojaat qilishadi. Bu ksantiolazmani davosi birinchisi lazer bilan korreksiya qilish, ikkinchisi xirurgический davo, ya'ni plastik xirurglar blefaroplastika bilan birga bartaraf etishadi. Uchinchisi bu davo birgalikda olib boriladigan terapevtik davo. Qondagi lipid, lipoprotein, triglitserid, xolesterin miqdorlarini korreksiya qilishdan iborat.